Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi bizga kelib tushgan savollarimizdan birisi gemoroy haqida gaplashsak. O'zi gemoroy kasalligi, ya'ni bavosil kasalligi kelib chiqish sabablari qanday? Uni qanday davolash kerak? Qanday oldini olish kerak? Davolashning turlari qanday bo'ladi degan ko'p savollar kelib tushgan. Shuning uchun sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Gemoroy kasalligining asosiy kelib chiqish sabablari kam harakatlilik, katta hojatga chiqishdan nazaratsiz bo'lishi, ya'ni regularniy katta hojatga chiqmaslik, ya'ni ish qotishlar, bir xil joyda o'tirib ishlaydigan ofis ishchilari, shunga o'xshash insonlarda gemoroy kasalligining kelib chiqishi kuzatiladi. Gemoroy kasalligining erta bosqichlarida buni konservativ yo'l bilan, ya'ni dori-darmon bilan lechina qilsa bo'ladi. Bemalol buni davolasa bo'ladi. Agarda konservativ davo natija bermasa, gemoroyning bavosilning asoratlari kuzatilib boshlansa, asoratlariga qon ketish, og'riq, shunga o'xshash holatlar kuzatilib boshlansa, buni operativ yo'l bilan davolashga to'g'ri keladi. Operativ yo'l bilan davolashning ham o'zining turlari bor. Hozirgi vaqtda har zamonaviy turlar chiqqan. Sizga bu haqda qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling va to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Agar siz operatsiya holatiga tushib qolishni istamasangiz, o'z vaqtida sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling, aktiv harakatda bo'ling, ish qotishining oldini oling, o'zingizning sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.